Tugruqdan keyin kin devorlarining tushishi. Nima qilish kerak? Tugruq bu tabiiy jarayon bo'lsa-da, ba'zida u oson kechmaydi. Masalan, ba'zan mushaklar va bo'ylamlarda jarohatlar yuzaga keladi yoki ular zaiflashib, cho'zilib ketadi. Bunday holatda qanday shikoyatlar bezovta qilishi mumkin? Kimda begona jism hissi, tez-tez siyish, siydikni ushlab tura olmaslik yoki aksincha, siydikning ushlanib qolishi, pufak toliq bo'shamaganini his qilish, ichakni bo'shatishda muammolar, tos sohasida ogirlik va bosim hissi, jinsiy aloqada noqulaylik va og'riq, yaqinlik paytida sezgirlikning pasayishi. Xo'sh, agar tos a'zolari tushib qolgan bo'lsa, nima qilish kerak? Tugruqdan 1,5-2 oy o'tgach, ginekolog ko'rigiga borish kerak. Oddiy ginekologik ko'rikdan tashqari shifokor tashxis qo'yadi va a'zolarning tushish darajasini aniqlaydi. Kegel mashqlari tiklanishga juda yaxshi yordam beradi. Ularga sizni shifokor ko'rik paytida to'g'ri kresloda o'rgatishi mumkin. Cho2 lazer tos boshligi mushaklarini stimulyatsiya qilish ham reabilitatsiya kursida yordam beradi. Bularni shifokor ko'rikdan so'ng belgilaydi. Agar tushish allaqachon jiddiy bo'lsa, jarrohlik davolash yoki vaqtincha pessari taqish tavsiya etiladi. Pessari bu maxsus halqa yoki kubik bo'lib, u kin ichiga joylanadi va devorlar hamda bachadonni to'liq tushib ketishdan himoya qiladi. Jarrohlik davolash odatda kelajakda homiladorlikni rejalashtirmayotgan ayollarga o'tkaziladi, chunki keyingi tugruqlarda operatsiya natijasi yo'qqa chiqadi. Tugruqdan keyin mustaqil tiklanish mumkinmi? Albatta mumkin. Lekin ichak faoliyatini nazorat qilish, ich qotishiga yo'l qo'ymaslik, og'ir yuk ko'tarmaslik, ayniqsa tugruqdan keyingi dastlabki oylarda vaznni me'yorda ushlab turish kerak, chunki ortiqcha vazn tos a'zolariga bosimni oshiradi. Kegel mashqlarini internetda ko'rib, ginekolog tavsiyasiz ularni bajarish mumkinmi? Men buni tavsiya qilmayman, chunki ginekolog sizga mashqlarni to'g'ri bajarishni o'rgatadi va tugruqdan keyin mushaklarni tiklash uchun mos mashqlarni tanlab beradi hamda yaxshilanish dinamikasini kuzatib boradi. Lekin tugruqdan keyingi rejalashtirilgan ginekolog ko'rigini e'tiborsiz qoldirmang, mumkin bo'lgan muammolarni muhokama qilishdan uyalmang. Tugruqdan keyin tiklanishni o'z vaqtida va to'g'ri boshlash ko'pincha operatsiyasiz o'tadi.